Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida anlatildi. Shu kunlarda raqiblarini qaslab yo'qotish tadbirlari ustida to'xtamay bosh qotirayotgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning ko'nglimi toza xotirjam emas edi. O'g'ri gumonxo'r keladi degandek kechalari alohida ehtiyot tadbirlarini ko'rib, ondan yostiqqa bosh qo'yardi. Kalmi tamjid oytol kursini takror o'qib, o'rib yotganiga qaramay, qora bosqandek dahshatli tushlarni ko'rardi. Tushlarda birida Hidoyatullo Eshonni o'z qo'li bilan bo'g'izlasa, birida Hidoyatullo Eshonning xanjari ko'krigiga sanjilib, vahimlik qora targa cho'milganicha uyg'onib ketardi. Teqe o'rik ola bo'la bo'lmayla boshlangan Tomuzning dimi qavasida tarlab yotolmagan ostona aholisining ko'pinchisi o'yli oromlarga, bog'larga va o'zlariga joy rastlab uxlaydi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonmo issiqdan qechib boqqa ko'chib chiqib olgan edi. Tulkidanmi qov, kamak hayyorga dars beralgidek hiylagar Maxtumzoda Kangri beg'ining 3 joyiga o'zi uchun dokidan pochiliq yasatqizib, hashamatlik to'shak raslatgan bo'ldi. Bu o'rinlarda har kuni degidek olmishib uxlaydi. Bir o'rinda u da 2 kecha hargiz yetib qolmaydi. Bog'ning qaysi tarafidagi o'rinda yetishni o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. O ashaddiy raqibi Xo'ja Hidoyatullo Eshonning o'zininkiga o'xshash ijobul g'ayib unvonliq xonxo'r qotillarining borligini. Ularning o'zini o'ltirish uchun har qachon payt fursat kutib turayotganligini obdan biladi. Shunlashqa ehtiyot tadbirlarini to'lma puxta o'rlashtiryapti. Bugun kecha havo tutuq bo'lib, osmonda biror talma yulduz ko'rinmaydi. Maxtumzoda qasrining bu katta beg'i so'zsa barmoqni ilg'i qilg'il bo'lmog'idek to'n pardasiga o'ralgan edi. Tang ketib bo'lganda agri-bugri xolt ko'chalar bilan tom yoqilib, temiz qilib kelgan baslik ikki gavda bog'ning to'limi egiz ham mustahkam qo'riq temi töviga kelib to'xtadi. Bir oz dam evog'ich atrofda g'ayri shafining bor yo'qligi qo'lil qut xazinasi. Atrof tinch edi. Ular ovozsiz, ishoratsiz holda harakatga keldi. Avval biri tom tövdi so'ngzaydi. Yana biri uning do'lisiga chaqqonlik bilan dastlab chiqdi. Tomga mahkam yepishdi. Zo'ngzayg'ini asta o'rnidan turdi. Keyin butunlay o'rib oldi. Shundaqdimi shuncha egiz ikki odamning bo'yi bog'ning egiz so'qilgan qo'riq temiga bo'ylashmadi. Ustidagisi yenidan 2 dona qisqa ham to'lmi mazmut so'qilgan xanjarni oldi. Tomga chaqqonlik bilan sanjib, xuddi biri usti tarafdan tortayotgandek qiynalmayla tomning ustiga chiqdi. Tomning ustiga yantoq, jigda o'rik shoxlari, o'g'il tikan qatorliq narsalar kirpining tikindek sanjib etilgan edi. Shundaqdimi bu mudofaa aslahalari uningga faqatlik kor qilmadi. O tom ustiga mazmut joylashib o'tirib olgandan keyin qo'ynidagi boshmaltoqchilik tomliqdagi bir tal org'amchini elib tövanga sangilatdi. Pastki hamroyi sangilib turgan org'amchining uchini qo'liga yo'gab, bir ikkini kuchab tortib baqqandan keyin sherikining tom ustida turib, tanini mahkam tutib tura olishiga ko'zi yetmadimi, tanini tashlab qo'yib, yenidagi sherikininkiga o'xshash 2 dona qisqa sopliq xanjarni chiqardi. Sherikining boyiqidek harakatiga o'xshash chaqqonlik bilan xanjarni tomga tez sanjib, xuddi mushukka o'xshash ko'zini yumib ochqicha tom ustiga chiqib bo'ldi. Sheriki bilan birlikda pastga asta serildi. Puti yerga tegish shamollar tom tövdagi quruq shox bilan sunib g'araslab ketdi. Ular pastga tushib bo'lib, bog'ni kuzatib, yana bir oz turib olishdi. Hech qanday shapi anglanmagandan keyin xuddi shamoldek yengil, mushukdek chaqqon harakatlari bilan tez qadam elib bog' ichiga sho'ng'idi. Bir cho'gin choy qaynamchilik vaqtda bog'ning ichidagi Eshonning kechilik oromgohi bo'lgan supuga yaqinlashdi.
Supirin 5-6 qadam yiroqlikdagi uyurikka pash komuta, parvonlarni jalb qilish hamda ozroq yo'riqdan foydalanish uchun esib qo'yilgan chiroq payda bir dona qora chiroq pil-pil yenib atrofni gunga yo'rtib turadi. Supi ustidagi pashilik ichida bir odam yengil xo'rak tortib uxlayotdi. Eliqi ikki yo'chun odamning biri atrofga ehtiyotkorlik bilan tezlik qaratgandan keyin pan bilan supiga yaqinlashdi. Bir sakrabla supi ustiga chiqib uxlayotgan odamga tashlandi. Uning o'ng qo'lidagi ikki g'erish uzunlikdagi xos qotillik quroli yengzor xanjari qora chiroqning gunga yo'riqida so'g'uq yoptirdi. Chaqmoq tezligida zarb bilan urilgan xanjar bahramon uxlab yotgan odamning beshini uzib tashladi. Boshdan ayrilgan tan vahimlik xortildi. Put-qo'llari bir-ikkila tipirlab jin bo'ldi. "Turibdilar bu murtatni!" Quloq tubida tuyuqsiz mag'ri chog'andek anglangan bu mudhish ovoz qotilni qattiq cho'chitib, so'g'uq terlatdi. Qotil bir necha daqiqa inkossiz turib qoldi. Shu daqiqada xuddi osmondan tushgandek supining ustiga soy tashlab turgan qeri o'likning ustidan birdan mastlik 4 odam sakrab tushdi. Qotilni qimir qildirmay yerga besib oldi. Bu chog'da qotilning yana bir sherigi allaqachon g'oyib bo'lgan edi. "Bog'ni qattiq oltiringlar, yana bir sherigi qochib ketmasin!" deb buyruq tushirdi Rajab Darvish. Shu hamon qaysi bir qorong'ulikdan xuddi g'oyibdan paydo bo'lgandek paydo bo'lgan 20-30 odam supining atrofiga yig'ildi. Mash'allarga o't yiqib, bog' ichini kunduzdek yo'rtibdi va 4-5dan bo'lib bog'ning ichini oqtirishga kirishdi. Uninggacha Xo'ja Abdulla Ishammo qo'llariga mash'al ko'tarib olgan 6 nafar qo'riqchining hamrohligida yetib keldi. Aslida ilgari Ishon bekor qolgan 2 o'ringa birdan supi xizmatkorni yotqizib qo'ygan bo'lib, qotillarga xuddi o'zi uxlayotgandek tuyg'u bergan edi. Shuningdek, hozir sho'r peshoni supi xizmatkor xo'janing o'rnida qurbonlik bo'lib ajal yutgan edi. "Ey murtad, meni qaslashga seni kim avatdi?" so'radi Ishon g'azabdan g'al-g'al titrab turib. Ölüm vahimsi tehici tarqamagan Ishonning chiroyi to'limi xunuk ko'rinadi. Oldinib qolganligini bilgan qotil Ishonga qarab nafrat bilan birni chakchaydi. Lamjin demadi. "Gap qil, murtad, pirim sendan gap so'rayotdi", dedi baslik qo'riqchidan biri qotilning yuziga bozg'andek mushtim bilan bir nisir. Shu hamon qotilning mag'zi yerilib, burnidan o'qdek qon ketdi. Ammo qotil g'ing qilib ovoz chiqarib qo'ydi. "Zuvoni kagichi dumbalanglar bu murtatni", dedi Rajab Darvish oppoq soqollarini titrtib turib. Birdandala qotilning bosh ko'ziga mush yomg'iri taraslab tushishga boshladi. "Bo'lg'inglar, o'lib qolmasa yana", dedi Ishon so'pila urushdan to'xtadi. Yuz ko'zlari ko'kirib, ishib ketgan qotil yana zuvonsiz edi. "Gap qila, seni kimning avatganligini deb bersanglar, tayoqdan qutulib qolsa", dedi Ishon. "Mendan gap olimida ovora bo'lmaslar", dedi qotil birdala zuvonga kelib. "Men bunchalik azobga chidamsam, pichoq ko'tarib bag'larga tushmagan bo'ladi. Haqiqatan tulkidimi quv odam ekanlar. Aldanganimga iqroman. Endi meni nima qilsin ixtiyorlari?" "O'lib qutulib ketaman deb ham xiyol aylama", dedi Maqtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon ishlarini o'chirdi. "Sening zuvoningni ochalaydigan choram bor meni." Ishon so'pi cho'moqchilarga qarab baqirdi. "Kelinglar, bu murtatni otib tashlanglar." Qotil ding'idi cho'chidi. Yana darhol avvalgi xotirjam qiyofasiga qaytib ko'zini yumib oldi.
Sopila chambarchas bog'langan qotilni supuga yotqizib, ishtinni butunlay soldurib etdi. Bir putiga ikkidan odam mahkam esilg'inicha chetini kardi. Onungacha nadindur bir tal usturni ko'tarib kelgan Rajab Darvish beshini gildinglatguncha qotilning urug'tinni so'l qo'li bilan tövdin qamallab tutdi. Zarb bilan topdi. Xuvayni ürüktek çoğunluqdaki ikki tal urug'dan Rajab Darvishning boshmaltiq bilan begiz barmog'ining orlig'ida qisilib, sirtqa poltiyib chiqdi. Qotil og'riq azobiga chidamay emiraverdi. "Eyta murtad, seni kim ishontirimni qaslashga vatdi?" Qotildan yana sado chiqmadi. Rajab Darvish qo'ldagi usturning tig'ini urug'danga asta sirkadi. Urug'danning teri xaltisi yerilib, bir tal urug'dan xuddi ajirgan shaptolning uchkisidek sirtqa chiqdi. Rajab Darvishning so'l qo'li qip-qizil qonga bo'yalgan edi. Rajab Darvish endi teri xaltisidan ajrab chiqqan bir tal urug'dan mahkam chimda tutib, urug'dan beg'ishiga usturni tanglab turib so'radi. "Demsa, demamsa?" Qotildan yana sado chiqmadi. Onun tishlari qalpig'iga petib ketgan edi. "Mana emsa?" Rajab Darvish usturni bir shiltibla urug'danni kesib oldi. Og'riq azobiga chidamagan qotil dahshatlik birni varqirdi. Barliq kuchi bilan tipirlab yo'l qo'ndi. Ammo put-qo'llarini 6 odam besib turganligi uchun tipirlashlari bekorga ketdi. Rajab Darvish qonga bo'yalgan urug'dan xaltisini siyirib, yana bir urug'danni boshmaltiq bilan begiz barmoqi orlig'iga qisib oldi. Yana xirqirab turib so'radi. "Demsa, demamsa?" Xotinning zuvoni o'chgan edi. Rajab Darvish avvalgi usul bilan yana bir urug'danni kesib oldi. Bu qatim qotil tipirlabmi qo'ymadi. "O'ldimi nima bu murtad?" dedi bir qo'riqchilardan biri qotilning yuziga mash'alni yiqib akilib. Qotil allaqachon o'shidan ketgan edi. "Yuziga so'chachinglar", dedi Rajab Darvish barmoqlaridagi qon yuqini balvog'iga surtib turib. So'pi xizmatkor bir nogay suni qotilning yuziga chashdi. Qotil asta-asta o'shiga kelib ko'zini ochdi. Barliq vujudi bilan tükürdü. Şu hamon onun ağzından qip-qizil qon tükürilib chiqdi. Qon bilan birga bir tal qoqtek go'sh javg'iydi sangilab qoldi. Qotil ichinishlik birini ingirdi, yana hushidan ketdi. "Tilini tishlab uzoqda bu murtad", dedi mash'alni qotilning yuziga yaqin tutgan so'pi xizmatkor qattiq cho'chib. "Bo'g'izlab tashlanglar", dedi qotilni zuvonga keltirish umidi yo'q chiqqan Maxtumzada Xo'ja Abdulla ishon terikkan holda. "Attam, bu do'zaxning jini ajab chinkina. Xo'jasining kimligini bilolmadik", dedi Rajab Darvish. "Kim bo'ladi? Ashu mulhid nomusulmon Hidoyatulloh degan tungiz bo'lmamdi", dedi ishon bo'g'ilgan holda. "Meni jannat makon padari buzurgim Valiyulloh hazratlari bu qasdni saqlab qoldi. Xat. Hidoyatulloh qasd qilishning qandoq bo'lganligini sanga ko'rsatmagan bo'lsa." Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ostona sepildan qilishmog'dak egiz, ayvatlik, mustahkam so'qilgan o'rda sepilning ustida ikki saf tuzilgan lashkarlar qoral yarog'lari bilan bir-biriga putlashmay u yoqdan bu yoqqa bemalol yugurib-mo'g'alaydi. Sepilning ikki tarafiga odamning beliga kagidek tom so'qilgan edi. Lashkarlar har qancha tez yugursa-mu, yiqilib ketishdan ehtiyot qilmasin bo'ladi. Sepil ustiga qo'pirilgan oshu bel bo'yi egizlikdagi tomg'i mangdamda bir qo'qti yasalgan bo'lib, lashkarlar oshu qo'qtilardan o'zini daldiga elib turib, yovga bemalol miltiq, o'qya etib zarba beralaydi.
sepil ustiga har 100 mingdan orliqda birdan qubbe shakllik munor yasalgan bo'lib, ordu qorovulları bu munardan ham kuzatchilik qiladi, ham yomg'ir yeshin, qor bo'rondan daldalnatdi. Ordu muhofizachilar qo'shinining amir lashkarligiga tayinlangan Malika Muhtaram xonim 40 nafar xos jonboz qizining hamrohligida pat-pat orduning kechilik muhofizatini ko'zdan kechirdi. Sultan İsmailxonning oldidimi ko'ngildan nima ketsa shuni deyalaydigan. Jonbozlik bo'libmi o'qiya etish mahorati alohida yuqori bu Malikani ordu muhofizachilar qo'shinidagi barliq sarkarda sarvozlar alohida hurmatlaydi. Kichikini savallik o'tkazishni ehtiyot qiladi. Chunki Malika Muhtaram xonim qo'l ostidagi har bir yosog'ul lashkarlarni xuddi o'zining bir tuqqan qarindishdek ko'rib, bir-birini bo'zaq qilishiga yo'l qo'ymaydi. Hol ahvol yetib, arizdodin tinchaydi. Ammo qilchilik savallik sezivasa rahim qilmay jazolaydi. Yaqindan beri Ostonda va boshqa yurtlarda yuz bergan so'lik mojarolardan keyin ordu muhofizasini qattiq chingitgan Malika Muhtaram xonim bir qator ehtiyot tadbirlarini yo'lga qo'ydi. O'zi kechilik tekshirishga chiqolmagan vaqtlarda o'rin bosar sarkarda yoki muhofizachi qo'shinning yot shibigini tekshirishga chiqartib, ulardan bir qatim ma'lumot anglamog'icha uxlamaydi. Mana bugunmi u kechilik tekshirishga chiqib ketgan yot shibigining ahvol ma'lum qilib kelishini saqlag'ash Alshir Navoiyning Mahbubul Qulub nomli kitobini Sham yo'riqida o'qib o'tiradi. Alshir Navoiyning umrining oxirgi mezgillarida yozgan bu katta asardagi mo'l hayot tajribalari va bilimlarining yakuni. Zo'r ijtimoiy masalalar haqida yurgizgan falsafiy hukmlari Malika Muhtaram xonimni o'ziga butunlay ram qilib olgan edi. Onunğa bu şahane əsər hər qitim yeni to'ylatdi. Şuna bu əsərdəki bir qism ruboiylar, məsnəviylər onunğa yad edi. O yalğız qalğan çağlarda bu əsərni o'qig'ach tafakkur olimiga asir bo'ladi. Bir qism mulohiza, nasihatlarni takror o'qiydi. Dastlabda ichida o'qiydi. Keyin ovozi ixtiyorsiz yo'qirlab ketadi. Arallar xizmetidan chakmagil bosh, agar boshingga gardundan yog'ar tosh. Gar ul toshlar bilan boshing o'shalg'ay, saodat xattidur gar zaxmi qolg'ay. Kishilarni rost so'zlashga, rost so'zdan iborat bu go'harni qadrlashga chaqiriq qilingan tuvandagi obzasga ko'z yugurdi. Rost gap atva, yaxshi so'z qisqa bo'ladi. Sözki güzellik cihetten zinnetlik emesdir. Onunğa çillik körki bəsdir. Yalğancının sözü qançiki güzeldir. Sözü de qabihlik şunçiki tügeldir. Rast söz qançiki tüz eğitilipdir. Onun saddılığıdın işençke guman yoktur. Gülge yırtık kiyimden nemi ziyan, göherge körümsüz sebepten nemi noksan. Kimnin sözü rast emes. Rastçılığa ko'ngliga mos emas. Yolg'onchi so'zini bir ikki qatim o'tkazgay. Boshqa nima qila olg'ay? Yolg'oni oshkor bo'lgandan keyin rasvo bo'lg'ay. Rost so'zni yolg'onga cho'lg'ima. Rost so'zlik tilni yolg'on bilan bulg'ima. Yolg'onchi kishi emas. Yolg'on so'zlamak haqiqiy odamlar ishi emas. Yolg'on so'z so'zligichini e'tiborsiz qilar. Go'harni sopoldek xor qilar. Kimki yolg'on so'zni rost so'zga qatar, qimmatbaho marvoyatni nijozatga otar. Shu daqiqada o'ylida anglangan vahimlik bir cherqirgan ovoz kitobga berilib ketgan Malika Muhtaram xonimning diqqatini chalg'irdi. Malika kitobdan beshini ko'tardi. Kitobni echiqliq peti rahim ustida tashlab qo'yib, tomg'i esiqliq aymi qilichini g'ilobdan sug'urib olib, sirtga yugurdi. Onungacha Malikaning xos jonboz qiz nökarlarimi o'ylig'i chiqib bo'lgan edi. "Nima ish bo'ldi?" so'radi Malika Muhtaram xonim qizlarga qarab. "Toza onqiramidiq sarkarda", dedi nökar beshi qarmutuq jonboz qiz. Malika Muhtaram xonim qo'l ostidagi barliq nökar sarkarda lashkarlarni o'zini Malika demay sarkardam deb atashga ko'ndirgan edi.
atrofni oqtiringlar, deb amr qildi malika. Havo tutuq bo'lib, atrof qozon ko'mtirilib qo'ygandek qop-qorong'u edi. Nökər qizlar sham mash'alalarini yondirib, qasrning ichini oqtirishga boshladi. "Oy, bu yerda bir yotidi!" deb to'lidi qizlarning biri. Hammaning durridi shu yerga yugurdi. Qizlar shundoqla qarab qattiq cho'chishdi. Chunki yerda ko'krigiga xanjar tiqilgan bir qiz qonga bo'yalgan holatda yotibdi. Nökər qizlar Malika Muhtaram xonimning qattiq talab qo'yib mashqlantirishi bilan jonbozlikni puxta egillagan. Yigitlarga xos qo'rqimsizlikni yetildirgan bo'lsa-mu, jasad bilan qonni ko'rganda bir qism qizlarni yana so'rib bosdi. Bu oynayotgan emasmi? dedi Nökər beshi qiz. Qonga milinib yotgan qizning yuzini to'sib olgan ro'molni qayrib. Bu qiz Rasululloh Malika Muhtaram xonim qasrining xos xizmatkorlaridan biri edi. Qizlar hamshirisining echinishlik turqini ko'rib urishdi. "Qaysi noahilning ishi bu? Kimning o'ch adovati bor bo'ldi? Rahmatlik, ajab yosh qiz edi." Malika Muhtaram xonim Oyniyaz xonning og'ziga qo'lni yaqin akilib, allaqachon nafasini qog'anligini bildi. G'azabdan titrab ketdi va shu on ko'ziga mo'lladi yosh keldi. "Bir nechalar Oyniyaz xonni huzuriga kiringlar", dedi Malika qizlarga. "Qolganlaringlar nima bilan yuringlar?" Ular qasrning oldiga 10 necha lashkar bilan paloqlab kelgan yot shibigi bilan lo'qurishib qoldi. "Mana bo'g'ay", dedi yot shibigi jiddiy qiyofatda qo'l bog'labdi. "Qarovullar tepilga yomshib, xufiyani sirtga chiqmoqchi bo'lgan bir odamni tutyapti. Turqidan o'rda mahramlarda qilmaydi." "Qani u ma'lum?" so'rdi Malika yot shibigining gapining davomini kutmaydi. "Qamab qo'ying. Yuringlar", dedi Malika. Yoshibegi Malika Muhtaram xonimning g'azablik alpozini ko'rib, nökər qizlarning chiroyidagi ansizchilikdan hech nimani anqiramadi. Ular o'rda sepiliga yondashilingan lashkargohga yetib keldi. "Ochqinlar u mal'unni", dedi Malika tishlarini o'chirladi. Xizmatkor qizning fojialik o'limi Malikani qattiq g'azablantirgan edi. Chiroyida qon didori qolmagan yosh shibiga sarasimga tushgan holda Malikaning oldiga yugurib keldi. "Mening bo'g'ay, Hünükka!" Log'-log' titrab turgan yosh shibigining zuvoni gap tikanmadi. "Tillarini chaynamay gap qilsizlar. Ulmal o'zini o'ltiryapti. Lashkarlar solab ishining sirtidan qulutlab qo'ygan ekan, yenidagi xanjari bilan o'zini bo'g'izlayapti." "Nima? O'zini bo'g'izlayapti?" Malikaning qahr g'azabga kelganligini ko'rib, yosh shibiga beshini texmi to'van aytdi. Cho'ng bir suiqasning yipuchi shuning bilan butunlay yo'qolgan edi. Anglavatninglar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Belqut xazinasi. Sehri asıllar bitilgan maktublar bilan Sultan Ismoilxonning ko'nglini moyil qilib, yog'limi so'zlari bilan Qashqar amiri Mirza Haydar Davlatining ishonchisiga erishib olgan Xo'ja Hidoyatulloh Eshon Qashqarda sulki ishqiya targ'ibotini ochiq-oshkor elib berishga boshlagan edi. Uning hozirgi dabdabasi ayni vaqtda Shahzoda Yo'lbosxon zamonasidan qilishmaydi. Birer 200 sopi dervishning hamrohligida oq qarg'amoqqa minib Qashqar shahriga xohlagancha kirib chiqa oladi. Sopi dervishlarning jarri samolari Qashqarning ko'cha rastalarida hayvatlik guldirlaydi. Bir mezgil cho'l taraf qolgan Hazrat xonqosi qaytadan ovotlashib, necha yuzlagan sopi dervishlar va oyig'i uzilmay kelib turgan tavobchi, ziyoratchilar bilan qizib ketgan edi. Öydek yo'g'onliqdagi 4 dona dosh qozon kun bo'yi to'xtamay qaynab turadi. Tayyor oshga ko'nib qolgan harom tomoq so'pilar, darvishlar, o'rin tejamal bekorchilar, abgor divoni qalandarlar bekor tomoqni yeb, xo'sh yoqsa halq suhbat qurib, jarri samo qizib, xo'sh yoqmasa Hazrat xonqosi oldidagi maydonda Sharbat ko'lning atrofidagi so'gatlarning soyasida
esnab yetib, badalladagi pitburga, sirkalarni samat shatdi xolos. Xo'ja Hidoyatullo Eshon Hazrat beg'idagi tol barongning soyisidagi supiga qo'shlab silingan maxmal ko'rpining ustida tayyostiqi yo'langinicha yonpashlab yotadi. Yoz supi xizmatkarining biri Eshonning bosh tarafida o'tirib, g'oz piydi yasalgan yaltugish bilan Eshonni to'xtamay yaltuydi. Yana bir xizmatkar Eshonning putini yumshoq mo'jib tutib otadi. Supidagi pakar shira ustida 5 grammdagi murtlari akirgizgan vil-vil qilib pishgan oq o'rik va pichiqliq qo'g'in turadi. Eshon ko'zini yerim yumg'unicha allaqandoq xiyollarga g'arq bo'lgan edi. Shu asnoda paypaslab mang'inicha boqqa kirib kelgan Molla Soqi xalifa supining tuviga kelib Eshonga salom berdi. Assalomu alaykum, ne'matli pirim. Xo'sh, dedi Eshon ko'zini ochib. Beshini xo'shahmag'onni oldi ko'tarib. Atigandan beri xonaqoga yo'chulli 2 sayoq paydo bo'lib qoldi. Bu xabar Eshonning diqqatini tortdi. Semiz gavdasini tayyostiqdan ko'tarib o'ri bo'ldi. "O sayoqlar nereden keldi?" dedi Eshon qiziqib. "Shahidani Xotandan jannat makon mozor podshohi hazratimning to'g'i shaddillarini qiqib, maqbarisini tavop qilg'ili keldi deyishidi. Ammo turqi to'limi yo'chun, gap so'zlardan qaraganda xo'tarlikda qilmaydi." "O sayoqlar hozir nima ish qilishyapti?" Halq suhbatga daxil bo'lmadi. Qo'rsqini to'yg'izib olgandan keyin biri ko'lning bo'yidagi suratning soyasida bosh ko'tarmay uxlayotdi. Kunduzi uxlagan odam kechasi uxlamaydi, dedi Eshon o'ylangan holda. "Ijobu g'ayiblardan ikkisi ularga ko'z quloq bo'lsin. Qag'allar xobgohimning atrofini obdonlaroq qo'rg'disin. Qilchilik bexatarlik ko'rinmasin." Shu kunlarda Hidoyatullo Eshon to'limi ehtiyotchan bo'lib ketgan edi. Alohida o'rlashtirib qo'ygan xufiyalari, payloqchilari hazratga kelib ketib turgan tavobchi ziyoratchilarni yo'shurun paylaydi. Sharkat gap so'zlarini ko'zatadi. Qilchilik gumonliq ahvol sezsa, udul Eshonga ma'lum qiladi. Bo'libmi, yoqi yurtdan kelgan notanish kishilardan ko'proq ehtiyot qilishadi. "Ostonaga ketgan hijobul g'ayiblardan xabar bormi?" so'radi Eshon. "Hech xabar yo'q, pirim", dedi Molla Soqi shiradagi o'rik qo'g'inga osh ko'zlik bilan qarab qo'yib. "Ajab kechikib ketdi-ku ular. Qaytib kelgan qarani yetdi bo'lmasa." "Ol qora musulmon Maxtumzodining qo'liga tushib qolmagandi-ya?" Molla Soqi xalifa bu savolga nima deb javob berishni bilolmay ko'zini chimchiqlatdi. "Atiga saqlab boqayli", dedi Eshon xalifadan sado chiqmagandan keyin. "Yana xabar bo'lmasa, ostonaga tong-tongchimag'ay." "Xo'sh", dedi Molla Soqi xalifa. Ig'ir ali yotqu mahal. Hazrat xonqosining ko'tarilgan jarri samo sadolari hayvatlik gurildab Eshon qasrining eshik panjaralaridan kirib, bulun-bulunga tarqaladi. Eliqi yo'chun tavobchidan ehtiyot qilgan Hidoyatullo Eshon bugun bog'dagi salqin supida uxlashdan voz kechib, xobgohiga kirib yotgan edi. Garchi ikki so'pi xizmatkori uni to'xtamay yaltib to'simi, uy ichi to'limi dimiq edi. Issiqda uxlayolmay qiynalib turgan Eshonning qo'liqiga xonaqodan ko'tarilgan jarri samo sadolari kirib edib, oromini buzib o'tgan edi. Eshon jili bo'lib, u yondan bu yonga to'xtamay yo'rladi. Bu jarri samoning tezroq tamom bo'lishini tilaydi. Ammo u har qancha qiynalsa-mu, bu jarri samoni to'xtatishga buyruq bera olmaydi. Chunki mushu halqi suhbat jarri samo orqali ashu bir to'p kishilarni xonaqoga jalb qilib, atrofiga nurg'un kishilarni uyushtirib tura oladiganligini Eshon o'qdan biladi. Har oqshimi halqi suhbatdan xili burunli foriq bo'lgan so'pi darvishlar bugun xuddi Hidoyatullo Eshon bilan qiyirishayotgandek to'xtash tugul barg'on sir qizib ketgan edi.
Hafızlar bir herib qalsa, yana biri ulab hükümet o'qiydi. Tariqatga siyosatlik murshid kerak. Ul murshidga e'tiqodlik murid kerak. Xizmat qilib, pir rizosini topmoq kerak. Mundoq oshiq o'lishlardan olar ermish. Hum Allohim. Pir rizisi, haq rizosi bo'lur do'stlar. Haq Taolo rahmatidan olur do'stlar. Riyozatda sir so'zini bilir do'stlar. Anda qo'llar haqqi yavoq bo'lar ermish. Hum Allohim. Andaq ishon paydo bo'lsa joning bergil, har bir bosgan izlarini ko'zga surgil. Piri kamil mukammildur beshak bilgil, kenaravlar piri qadrini bilgan yo'q. Hum Allohim. Bu jarri sama sadolardan zerikib, ko'zga uyqu keltiramagan ishon to'xtamay o'rnatdi. Ishonni yelpib qultolmay holdan ketgan ikki so'pi xizmatkor pat-pat muglaydi. Xonqadan ko'tarilgan jarri sama sadosi ishon qasriga xuddi kalkundek besib kiradi. Xonqadagi halqi suhbat so'rindan g'ippiga yenib chiqqan yo'chun ikki odam atrofga alanglab qarashdi. Salillarining uchi bilan yuzini o'rab, qo'yinlarga silib olgan yo'g'on xanjarni qo'llariga ilib, ishon qasrining yon tarafidagi boqqa qarab shamoldek tezlik bilan yugurdi. Bog'ning egiz quruq temidan chaqqonlik bilan ortilib tushib, ishon qasri tarafga ilgirladi. Bog'ning ishon qasriga kirib chiqadigan eshigi taqoqliq edi. Ular tom tuvidagi o'rikka chiqdi. O'rik shoxlaridan maymundek chaqqonlik bilan sakrab tom ustiga chiqib oldi. Tomga minib turib, qasr ichini birdan tarshidi. Qasr ichidagi barliq uylarning chiroqlari butunlay o'chgan bo'lib, xizmatkorlarmi allaqachon uyquga ketgan edi. Ular tomdan siyrilib pastga tushdi. Putlari amdili yerga tegib turishiga xuddi yerdan unib chiqqandek paydo bo'lgan 10 necha gavda ularga baraxla tashlandi. Qisqig'ini shiddatli ilishdan keyin u ikkisi butunlay bosh aydirildi. Uninggacha mashalla yiqilib, ishon qasri yo'rib ketdi. Yan saroyga chiqib, to'rikib bog'lab qo'yinglar bu mulhidlarni, dedi Molla Saqi xalifa hamrohlariga qarab. Men ishon pirimga xabar qilay. Hidoyatulloh ishonning qo'riqchilari ikki yo'chun odamni qasrning darvozasi to'ridagi saroyga akirib, to'rikka bog'lashga tutindi. Shu orliqda yo'chun odamning biri qo'ynidan chaqqonlik bilan bir xanjarni oldi. Yenidagi baslik yigitning ko'krigiga tiqavatdi. O'shini topgan qo'riqchilardan bir nechasi qarmitoq yuzidan tukish salgandek cho'qirba yana bir yo'chun odamni to'rikka mahkam tenglatdi. Qolganlari qo'liga xanjar evagan kak soqolni bulunga qapslab oldi. Qaysin kelisam o'lisi, dedi kak soqolliq. Yavaş bilan pichoq tashla. Pichoqni tashla, dedi Molla Naqi xalifa hayva qilib. Baribir qo'limizni qech qutlamaysa, hayot qolay desam, qarshilashma. Kak soqolliq o'ziga qadam qistab kelgan 7-8 nafar bir-biridan bastik odamlarga shundoqli nazar tashirdi. Ularning qo'ldan qechib qutulolmaydiganligiga ko'zi yetib, qo'yindan kichikgina bir nosivol qapoqni oldi. Og'zini chaqqonlik bilan ichib, qapoqdagi narsani og'ziga qo'ydi. Uninggacha Molla Naqining hamrohlari etidib berib, kak soqolning qo'lidagi xanjarni tortib oldi. Udul kelgan yerga urib tepishga boshladi. O'zi umala, ishon kirib keldi, dedi Hidoyatulloh ishonni boshlab kelgan Molla Saqi. Qo'riqchilar yerda so'naylinib yotgan kak soqolliqni yo'lladi. Lekin kak soqolliq faqatli yerda siyamadi. Uning og'zi burnidan va qo'ligidan qon etilib chiqqan edi. O'lga o'xshamamda bu abga, dedi Molla Saqi. Qancha bo'lsa-mu, bir ikki mushkashlarga buncha asob elib qolmas, dedi Molla Naqi va yerdagi nosivol qopiqni elib, porab beqib cho'chib ketdi. Apla, zahri sivab emasmi bu juhud? Yaxshiroq qarshi bo'lmamda xalifa, dedi Molla Saqi tapiqib.
o törükке mahkam tengilgan cho'qur yuzga ko'z yugurtib, Hidoyatullo Eshonning oldiga qo'l bog'lab keldi. Bu murtatlarning biri o'lgan bo'lsa-mu, yana biri hayotga. So'roq qilib ko'rgaylar qilib. Ey baxtiqor banda, dedi Hidoyatullo Eshon yilonnikidek surlik ko'zlarini cho'qur yuzga tikib turib. Yerim kechida tam otlab bu muqaddas qasr muborakka xufiyoni tushishning bahosini so'zla. Cho'qur yuzning qoniye to'rikka mahkam bog'langanligi uchun nafas ololmay xirtildab qolgan edi. U hadib injiqlig'icha zuvon suranmadi. Bog'liqni biroz bo'shtanglar, dedi Eshon. Bog'liqdan bir oz bo'shangan cho'qur yuz ko'krigini to'ldirib nafas oldi. Eshon pirimning savoliga javob ber, deb vaqirdi Molla Soqi xalifa. Eshon Buzurgning oltin kumush, irik mollaridan ozroq olayli deb o'g'irlikka tushgan edi, dedi cho'qur yuz o'yinib o'ltirmaydi. Yolg'on so'zlama, ey qari ko'ngil banda, dedi Eshon cho'qur yuzning javobiga qoyil bo'lmay. Rost so'zlasang, azobdan xalos bo'lasan. Jahillik qilsang, yoralarimizning zulmidan qutulolmaysan. Ko'rib turibsan, ular tosh tuproqqa zaban kirgizalaydi. Eshonning so'zlari oxirlashib bo'g'icha Molla Naqi qo'ldagi 6 o'rimlik shir qamchi bilan taraslatib urishga boshladi. Zarb bilan urilgan qamcha cho'qur yuzning badallarini tilavatdi. Bundoq zulm sanmasa Eshon xo'ja, deb yolvurdi cho'qur yuz. Rostla o'g'irlikka tushgan. Bundan boshqa mudoim yo'q. Amsa sherikam nemishqa zahar ichib yurib oldi? Bunisi menga qarang'u Eshon xo'ja. Qo'ynini aqtirib yiqinglar. Molla Naqi chachirab berib, cho'qur yuzning qo'ynini aqtirdi. Uning qo'ynidan bir tal xanjar bilan sherigininkiga o'xshash bir tal nasavol qopiq chiqdi. Bu nima? Deb so'radi Eshon nasavol qopiqni imo qilib. Cho'qur yuz lom-jim demay turib oldi. Qani, sen tejamalning zuvoniga kelmaganda bir ko'ray, dedi Eshon g'azabini. Tarniqiga miqqa qilinglar. Molla Naqi bilan Molla Soqi chaparmanlarga buyurib, darhol jazo qo'rallarini tayyor qildi. Cho'qur yuzning to'm ham uzun barmoqlarini ayirib turib, tarniqiga yotqan yengsidek miqlarni qeqishga boshladi. Cho'qur yuz barmoqqa qiqilgan miq azobiga chidamay dahshatli noni qiladi. Hazrat xonqosidan anglangan jarri samo sadolari uning echinishlik dod faryodiga jur bo'ladi. Demsa, demamsa, deb baqiradi Molla Soqi xalifa cho'qur yuzning tirniqiga miqqi qilib turib. Ana shu yusunda cho'qur yuzning 10 barmoqiga bir qatimdan miqqi qildi. Cho'qur yuz bo'lsa dod faryod ko'targandan boshqa faqatlik gap qilmadi. Shuncha qiynoq kor qilmayotganligini ko'rgan Eshon g'azabdan yerilg'idek bo'lgan edi. Molla Soqi bilan Molla Naqi amalsiz qolganligini bildirib Eshonga qaradi. Qil qiynoq e'lonma bu murtatni. Nochi bo'lsa zaban surmay turib baqsin qani, dedi Hidoyatullo Eshon g'azab bilan qo'l silkidi. Shu hamon Eshonning qo'riqchilari cho'qur yuzining ishtinni soldirib o'tgandan keyin ikki putini tizidan to'rikka mahkam tangdi. Uninggacha otning ikki g'erish kagidek quyruq qilini achchiqqan Molla Soqi chaparmanlari ortidan jinoyatchilarni jazolab ko'ngil etish odatlangan, bo'ynida chilgidek po'qiqqa ko'sa baslik kelgan 45-50 yoshlar chomisidagi so'piga qilni tanglab turib buyurdi. Qani so'pon, bu mal'unni zabonga keltirish o'zlarining karomatlariga bog'liq bo'lib qoldi. Po'qoq so'pi Molla Soqining qo'lidan qilni elib, bir uchini o'ng qo'lining o'ttir barmog'iga yegib, yana bir uchini
besh barmoqi bilan bigiz barmoqida chimdab tutib oldi. Sol qo'li bilan cho'qur yuzning sangilab turgan zakarni mahkam qamollab tutib, zakarning ko'ziga qilni tiqib kirgizishga boshladi. Cho'qur yuz avval tipirladi. Keyin lavlarini mahkam tishlab qonitib oldi. Qilning ishkirlab kirishiga agishib, og'riq azobiga chidamay varqirib etdi. Gap qilay murtad. Mudoyingni tezroq etdaymi? Deydi poqoq so'pi zakarning ko'ziga tiqqan qilni birda tatib, birda ittirib turib. Birdandala zakarning ko'zidan jirtildab qon chiqishga boshladi. İnson qilibidan chiqqan bu dahshatli qiynoqqa bardoshlik berolmagan cho'qur yuz dod faryod ko'tardi. Rahim qilsin hojimlar, rostini de. Poqoq so'pi zakardan qilni sug'urib oldi. Zakarning ko'zidan qon temib tushishga boshladi. Rostongda murtad, dedi poqoq so'pi poqqini gildan tutib. Men Ostandagi Maxtumzoda Xo'ja Abdullo Eshon Pir Buzruk Avliyo Hazratimning hijobul g'ayiblardan bo'limi, dedi cho'qur yuz ixro qilib. O'tgan hafta Maxtumzodimiz qasdga uchrab omon qolganda. Maxtumzodani kim qasdi? Oldirib so'radi Hidoyatullo Eshon. Aniq bilamidik, dedi cho'qur yuz. U kuni Veliyullah Pir Buzurkimiz o'ziga bir balo qazoning yaqinlab kelayotganligini oldin ola tuyib, bog'dagi davomliq yotadigan sufida bir birodarimizni yotqizib qo'yib, o'zi bog'ning boshqa tarafidagi sufida yotgan edi. Biz kechida boqqa yushurin odam tushganligini sezib, o'zimizni dalda qilib turdik. Yeniqi ikki murtad sufida yotgan birodarimizni Maxtumzod o'xshaydi deb qolgan chegi, hay to'yt deb bo'g'izlar bo'g'izlab tashladi. Onungacha biz ulardan birini basmoqda tutib oldik. Yana birinchi. Yana biri qorong'ulikda ko'zimizdan g'oyib bo'ldi. Tavatqacha izlabni bog'dan uni topolmadik. Eliqi tutib olgan birinchi. O, og'zidagi cho'nimika shuncha qiynoqni g'ing qilmadi. Oxiri Maxtumzodimiz uning og'zini echish uchun oqti qilishga buyurdi. Recep Dervish uni oqtiqib tashladi. Ammo bu faqatla eg'iz ochmadi. Keyin bilsak, tilini tishlab uzvogan ekan. Keyin qanday bo'ldi? Uni Eshon Pirimning buyrug'i bo'yicha bo'g'izlab etdik. Pir buzurglarimiz bu Xo'ja Hidoyatullo Eshonning suiqasdi dedi. O'kilish uchun Eshon hazratlarini qatl qilishga boyam zahar ichib ulvogan birodarimiz bilan meni avatgan edi. Ishqonlardan boshqa yana odam bormi? So'radi Eshon. Yo'q, faqatli ikkimizlar, dedi cho'qur yuz va Eshonga yelinishga boshladi. Mening cho'chirdak yetti bolam bor. Sizga deydiganim hammasini deb berdim. Endi meni qo'yivasizlar hazratim. Bolalarim yetim bo'lib qolmasin. Xotin bolalaring nima turdi? So'radi Eshon nimindir xiyolini o'tkazib. Pir buzurgimizning og'chilarining xizmatini qilg'ash, Maxtumzoda qasrda tirikchilik qildi. Cho'qur yuzning javobini anglab, nimindir xiyoldan o'tkazgan Eshon yana qaytirib so'radi. Boya deganlaringni Qashqar amiri Mirza Haydar Davlatiga yana bir qatim deb bersang, siz xichanimdan kechima, dedi Eshon. Bir marta emas, 10 marta dadisimi deyman. Faqat jinimni omon qo'ysa bo'ldi. Hidoyatullo Eshon rozimanlik bilan boshini chiqdi. Bu murtadga obdan qaranglar. O'zini o'ltirib olib yurmasa yana, deb topildi Eshon keyindan agishib chiqqan Molla Soqi bilan Molla Naqiga. Xo'sh, dedi ular qo'lliq bo'ldi. Ko'ngli xeyli xotirjam bo'lgan Eshon beg'idagi tolbarang ostiga rastlangan to'shakka qarab maqdi. Ikki so'pi xizmatkor endi Eshon pirining paysisini qo'rish uchun orqasidan agashdi. Bu chog'da Hazrat xonqosidagi jarri samo texmi avjiga chiqqan edi. Hafızlar boğuk ağızda hükümet itibat etti. Tan sözlemez, can sözlemez iman sözler, candan keçken çin aşıklar haqni közler. Ariflarga hizmet kılıp yolun tuzlar, ul aşıkni halayiqqa sultan kılır. Hüm Allah'ım,
Höy. Belqut şirketida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallat Xanim nomli tarixiy romanini bugun bu yerga janlatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq rasmiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi